Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasi assistenti PhD Peshay Bazar Bazarchi bo'laman. Bugun sizlarga travmatologiya ortopediyaning dolzarb mavzulardan biri bo'lgan tug'ma deformatsiya haqida qisqacha bilgisar ma'lumot berib o'tamiz. Tug'ma deformatsiya o'sha deformatsiya ichida eng ko'p uchraydiganlar uchta bo'lib, ular eng muhimlari sonli tug'ma chiqishi, ya'ni bu sanoq son bo'g'imdan uchraydigan deformatsiyalar. Tug'ma maymoqlik bu oyoq kaft sohasida bo'ladigan deformatsiya va bo'yinning mushnatli qiyshiqlik, ya'ni bo'yinning o'ng tomoni yoki chap tomonga qiyshashdagi deformatsiya tushunadi. Bu ichida eng ko'p uchraydigan sonning tug'ma chiqishi hisoblanadi. Tug'ma chiqish birinchi boshda displaziya boshlanadi. Displaziya davolanmasligi oqibatida tug'ma chiqish bo'lib keladi va uning oltinchi nomi quyidagi ko'rinishda luxatia femoris congenital deyiladi. Endi bu kasallik kelib chiqish haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, bu yerda slaydda ko'rib turibdiki, son tug'ma chiqishi tanch harakatlari a'zolari ichidagi deformatsiya eng ko'p uchraydigan bo'lib, ular ko'proq Volkov va Dedov tomonidan 1981-yilda, Dimash tomonidan 1990-yillarda ko'proq ma'lumotlar berilgan. Volkovning beradigan ma'lumotlarga qaraganda, har 1000 ta boladan 5 tasida bu tug'ma deformatsiyalar uchraydi. Endi bundan tashqari Becker olimning ko'rsatishicha, bola sonining shakllangan chiqishi bilan emas, balki displaziya, ya'ni chanoq son bo'g'imdan hosil bo'luvchi bo'g'im o'suvchi hamma komponentlarning birlariga yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadi. Endi Volkovning yana bir izlanishlaridan kelib chiqib, har 1000 ta boladan 16 ta bolada displaziya uchrab, shulardan faqat 5 tasigina tug'ma chiqishga borishi mumkin, chunki bizlar boshida o'tganimizda 5 ta chiqib turadigan bo'lsa, bu demak qolgan 11 ta bemor davolanish oqibatida chiqishdan qutulib qolgan. Endi sonning chanoq son bo'g'imidan chiqishi deganda, ya'ni quymuch, kosacha va son boshchasining nuqsonli rivojlanishi deb aytiladi. Bunda yoki rivojlanish oxirida qoladi, yoki umuman rivojlanmay qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda quymuch kosachasi peshtoq, ya'ni o'sha chanoq suyakdagi peshtoq sohasi rivojlanmasdan yaxshilashib qoladida, yoki bo'lmasam boshcha o'zini kerak bo'lgan hajmdan orqada qolib yoki kichikroq ketib qolishi mumkin. Endi ko'pgina mualliflarning aytishicha, ya'ni sonning quymuch kosachasidan chiqishi homila davridayoq vujudga keladi deb taxmin qilishadi. Bu baribir isbotlanmagan gipoteza. Bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Endi kasallikning kelib chiqishi, qaysi hududlarda qanchalik bir kasallik keng tarqalganligi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, sonning tug'ma chiqishi tanch harakat a'zolari kasallik orasida eng ko'p uchraydigan 3% ta'sir qilib, bu tug'ma kasalliklar ko'pincha Janubiy Osiyo, Afrika mamlakatlarida uchramaydi. Nima uchun? Chunki buning sababi bu yerdagi turmush tarzining qanaqa shakllanganligi bor. Masalan, biz bilamizki, televizorlarda, ba'zi yangiliklarda yoki TV ma'nolarda ko'rish mumkinki, o'sha shu mamlakatda yashaydigan Xitoy, Hindiston, masalan, mana bu yerda yashaydigan Afrika mamlakatlarida onalar bolalarini tug'ilgandan keyin oziqa qidirish maqsadida yoki osontirish maqsadida o'zlari bilan birga olib yuradi. Qanaqa olib yuradi? Ya'ni bellariga, qornlariga yoki oyoqlariga opishgan holatda, ya'ni oyoqni kergan holatda ko'tarib yuradilar. Bunda holatda bolani olib yurish bolani tug'ma chiqish yoki tug'ma displaziyadan saqlab qoladi. Endi lekin kasallikni kimda, qaysi jinsda ko'proq uchrashi yoki qaysi tomonda ko'proq uchrashini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu kasallik o'g'il bolaga nisbatan qiz bolada ko'proq uchraydi. Ya'ni 6 ga 1 nisbatda yoki 7 ga 1 nisbatda. Va bir tomonlama chiqish ikki tomonlama chiqishga nisbatan ko'proq uchraydi va bir tomonlama chiqishni o'zi biladigan bo'lsa, o'ng tomonga nisbatan chap tomonlama chiqish ko'proq uchraydi. Endi yana kasallik tarqalishi bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, O'zbekistonda har 1000 ta aholi o'rtasida 5 tug'uvchi, hattoki qariyb 6 tagacha tug'ib kelishi mumkin. Endi Sharqiy Sibir zonalarida, kamroq Gruziyada, Armanistonda, Belarusda, AQSh boshqa hududlarda juda kam uchraydi. Buning sababi bolani yoshligidayoq to'g'ri parvarishlash, to'g'ri belashlik xalqida xuddi shu holatga kelib chiqadi. Endi bizlarda Markaziy Osiyoda bu kasallik ko'proq uchrashi, bemor bolalarni chaqaloqlik davrdayoq, tug'ilgandayoq
uni 5 ga belash noto'g'ri hisoblanadi. Chunki 5 ga belash bilan birgalikda bemorni chanoq sog'lig'idagi bir-biriga moslikni biz uzoqlashtirib qo'yamiz. Biz albatta bilamizki, boshcha, son boshchasi qonun ta'minlanishi 3 tomonlama qonun ta'minlanadi. Qaysilar? Bular bir markaziy tomondan, ya'ni boshdan to'g'ridan-to'g'ri qonun ta'minlaydigan kosacha qismdan chiqadigan yumaloq bo'ylamdan ichida o'tadigan qon tomir va son arteriyasidan chiqadigan sonni aylanib o'tuvchi orqadan aylanib o'tuvchi oldinga keladigan qon tomir tarmoqlari qonun ta'minlaydi. Agarda biz bolani 5 ga belaydigan bo'lsak, 5 ga belagan paytda son oyoqlarni qanchalik bir-biriga mahkam tushuntirib siqib oladigan bo'lsak, bu paytda proksimal qismda, ya'ni oyoq proksimal qismi bu son chanoq bo'g'imi. Boshcha, son boshchasi chanoq son bo'g'imidan uzoqlashadi va yumaloq bo'ylam taranglashadi. Yumaloq bo'ylam taranglashdimi, demak ichidagi o'sha yumaloq bo'ylamni razmeri, hajmi, aylanma hajmi o'zgaradi. Ya'ni siqiladi. Siqilgan hisobga yumaloq bo'ylam ichidan kirib keladigan qon tomir siqilgan hisobiga boshchada qon bilan ta'minlash buziladi. Qon bilan ta'minlash buzildimi, bu albatta son boshchasining displaziyasiga olib keladi. Endi son chiqishning og'irlik darajasiga qarab biz 3 darajaga bo'lamiz. Bu yerda bu son chiqishdan oldingi davr preluksatsiya deydi. Bu displaziya bilan bog'liq. Keyingisi sonning yarim chiqishi bu subluksatsiya. Ya'ni subluksatsiya bu son boshchasi bilan kosachani bir-biriga mutanosiblik 50-50. Endi sonning to'liq chiqishi. Sonning to'liq chiqishi bu yerda son boshchasi bilan chanoq son bo'g'im kosachasini bir-biriga nisbatan umuman nomutanosiblik, ya'ni boshcha o'z o'rnida emas, kosacha ichida emas, kosachalar umuman tashqarida turishi chiqish deb ataladi. Mana bu yerda biz quyida ko'rsatib o'tgan normal holat bilan va 3 ta patologik holatni ko'rsatamiz. Mana birinchisini ko'radigan bo'lsak, birinchisida A rasmda boshcha va sonning, son chanoq bo'g'imining qanchalik bir-biriga mosligi ko'rsatib qo'yilgan. Endi ikkinchi holat B holatda, ya'ni bu preluksatsiya, displaziya deb aytganimiz sizlarga. Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, bu yerda boshcha rivojlanishi normal holatda, lekin bo'g'im peshtog'i, kosacha peshtog'i rivojlanmay qolgan. Ya'ni bu yerda agarda bola shu holatda parvarish qilinadigan bo'lsa, vaqt o'tib bola yurish boshlagan paytda bu yerdagi kosachaning, limbusning taqiqlovchi chegara bo'lmagan hisobiga boshcha tepaga qarab chiqish mumkin. Xuddi shu holat keyingi holatda chiqishdan keyingi chiqish, ya'ni yarim chiqish holati. Yarim chiqish holati biz aytib o'tdikki, kosacha bilan boshchaning o'zaro bir-biriga mutanosiblik 50-50. Ya'ni bo'g'im qirrasini boshchaning yarmigacha, ya'ni boshchaning yarmisigacha qoplab turadi, yarim qismi kosacha tashqariga chiqib ketadi. Endi chiqish bo'lganda biz aytib o'tdikki, boshcha kosachasi bilan boshcha o'zining o'zaro bir-biriga nomutanosiblik, ya'ni boshcha o'z o'rnida bo'lish o'rniga mana bu yerda bo'g'im kosachasi, bu bo'g'im kosacha tashqarida joylashib qoladi. Endi son chiqishining etiologiyasi, ya'ni kelib chiqishi. Bu sabablar juda ham ko'p. 300 dan ortiq sabablar, bu yerda 260 ortiq deyilgan, hatto hozirda 300 ortiq sabablar bor, lekin bu sabablarning har bittasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ulardan 3 ta guruhga bo'lib o'rganganimiz ma'qulroq hisoblanadi. Endi bular 3 ta guruhga bo'lib, bu ekzogen faktorlar, ya'ni ekzogen tashqari tomondan ta'sir, endogen faktorlar, ichki ta'sirlar, organizm ichki ta'siri va genetik faktorlar. Ekzogen faktorlar bu qachon bo'ladi? Bu ona qorinda homila rivojlanib kelayotgan paytda bo'ladigan ta'sir. Mexanik ta'sir, fizik ta'sir yoki atipik faktorlar deydi. Masalan, homilador ona rentgen nurlari ko'p bo'ladigan bir korxonada ishlasa, masalan, rentgenolog hamshira, rentgenolog vrach ishlaydigan bo'lsa, gamma radiatsion nurlar, shunaqa radiatsion sohada ishlaydigan bo'lsa, radiatsiya aktiv stansiyada ishlaydigan holda bo'lib ishlaydigan bo'lsa, bulardagi radiatsiyaning ta'siri homilaga ta'sir qilish oqibatida shu kasallik kelib chiqishi mumkin deb ataladi. Ximik faktorlar, qanaqa faktorlar? Ona alkogolik ta'sir qiladi. Sulfaminobidlar, ya'ni bu ba'zi bir preparatlarga mukassam ketganlik yoki masalan narkotik dori vositalarga mukassam ketganlik. Bularning ham ta'siri homila rivojlanib ketgan paytda quyidagi nuqsonlarga olib kelishi mumkin deb ataladi. Homilaning infeksion kasalliklari, ya'ni homiladorlik paytida onani infeksion kasalliklarini o'tkazish oqibatida turli xil dori vositalarini qabul qilish oqibatida kelib chiqadigan patologik holat so'radi. Va yetarli ovqatlanmaslik, alimentar faktor, ya'ni homila rivojlangan paytda onada ochlik yoki masalan qanaqadir vitaminlarga boy bo'lmagan ovqat mahsulotlarini yeyish oqibatida bu kasalliklar kelib chiqadi deb aytiladi.
Endi endogen faktorlar. Endogen faktorlar biz bilamizki, homila va ona ikkita organizm, lekin bitta organizm joylashgan. Lekin ta'sir ikki xil bo'lishi mumkin. Bu yerda umumiy endogen faktorlar bu degani ona organizmga kechadigan kasalliklar oqibatida kelib chiqadigan ta'sir va mahalliy faktorlar, joyli faktor deydi. Bu bachadon, ya'ni homila rivojlanib ketayotgan bachadon ichidagi yoki bachadon atrofidagi to'qimalar organlarning patologik o'zgarishi oqibatida kelib chiquvchi faktorlar deydi. Umumiy endogen faktorlarga onaning kamqonlik, bu gemoglobin pastligi, homiladorlikda toksikozlarning juda kuchli o'tishi, yurak qon tomiri, homilador onada yurak qon tomiri kasalliklari bo'lishi, homilador onaning organizmi keksayishi, ya'ni keksa holatda homilador bo'ladigan bo'lsa, quyidagi patologik holatlar ko'proq rivojlanadi. Va ona bilan homila o'rtasida immunobiologik nomutanosiblik bo'lgan paytda ham quyidagi deformatsiya uchrashi mumkin. Va endokrin kasalliklar bu tirotoksikoz, ya'ni qalqonsimon bez gormonlari oshib ketishi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarda ham quyidagi deformatsiya uchrashi mumkin deb ataladi. Endi joyli endogen faktorlar, ya'ni mahalliy faktorlar homila joylashgan o'rinda, ya'ni bu joylashgan o'rin bilamiz bu bachadon ichi va bachadon atrofidagi to'qimalarning patologik joylashuvi, patologik holatlardan kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlar. Bu yerda bachadonning rivojlanishini anomaliya holatlari, ya'ni anomalik bachadon va ikki shoxli bachadon, bunda ham bu ikki shoxli bachadon, ya'ni ortiqcha bachadon bo'lgandan keyin bu shoxning homilalarni qisqib qo'yish oqibatida bo'ylashadi. Bachadonning egilishi, bu patologiya, bachadonning yaralanishlari aynan mahalliy kiradi. Infantil bachadon, ya'ni rivojlanmagan bachadon va boshqalar. Bularning oqibatida biz aytib o'tgan deformatsiyalar, patologik holatlar kelib chiqishi mumkin deb o'ylanadi. Endi genetik faktorlar bilamizki, bu avloddan avlodga ko'chuvchi patologik holatlarni aytib o'tish mumkin. Bu yerda bu xromosomaga bog'liq bo'lgan, ya'ni xromosoma tizimining buzishi oqibatida kelib chiqadigan patologik holatlar, moddalar almashinuvi, ya'ni organizmlarning modda almashinuvi oqibatida kelib chiquvchi holatlar hisobiga va mutatsiyalar oqibatida kelib chiqadigan holatlarda quyidagi deformatsiyalar kelib chiqishi mumkin. Endi sonning tug'ma chiqishini biz qayerdan kelib chiqishi, qaysi mamlakatlarda qanday rivojlanganligi, tarqalganligiga o'rganib chiqdik. Endi esa biz umuman shu kasallikka qanday qilib diagnoz qo'yish bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Endi qachon biz bemorga, umuman chaqaloqqa quyidagi diagnoz qo'yishimiz mumkin? Qachon? Bola tug'ilgandan keyin. Ya'ni ona to'g'ri yo'ldan tug'ilgandan keyin bolani o'sha raddom tug'ruqxonada javob berishdan oldin, bola onaga javob berishdan oldin tekshiriladi. Ya'ni ortoped ko'zdan kechiradi. Agar ortoped ko'zdan kechirgan paytda qanaqadir simptomlarni hisobiga bemorga, bolaga keyinchalik ortopedik nazorat deydigan bo'lsa, demak bola qanaqadir kamchiliklar bor. Bu ortoped nimaga qarab asoslanib taklifni beradi, tavsiyani beradi. Mana quyidagi 5 ta erta klinik belgilar deydi. Ya'ni bola chaqaloqlik paytida to 1 yoshgacha bo'lgan holatda quyidagi 5 ta klinik belgini ko'rib, biz bolalarda deformatsiya, misol qanaqadir anomalik holat kelayotganligini aniqlashimiz mumkin. Birinchi o'rinda bu sonning uzoqlashtirish, ya'ni abduksiya. Ya'ni bola bemorni quyidagisiga ko'rish mumkin mana. Abduksiya deydi. Ya'ni bola yotgan paytda son chanoq bo'g'imidan va tizza bo'g'imidan 90 gradus burchak ostida bukilgan holatda uni tashqariga ochish harakatlarini qilamiz. Tashqariga ochish harakatlarida bemor bolani, chaqaloqni chanoq bo'g'imidan tashqariga ochilishi 45 gradusdan kam bo'ladi, 45 gradusdan kam bo'ladigan bo'lsa, bu abduksiyaning chegaralanishi deydi. Ya'ni tashqariga ochilishning chegaralanishi. Aslida normada yosh chaqaloqlar bolada 70-80 gradus atrofida bo'lishi kerak. Bu holatni patologik holat deb hisoblaymiz. Endi keyingisi Marks shilqillash simptomi yoki Pucci-Marks Arzelani simptomi deydi. Xuddi avvalgi holat, bemor orqasiga yotgan holatda, chaqaloq yotgan holatda bemor tekshirgan paytda xuddi o'sha holatda, ya'ni 4 ta barmog'imiz yosh chaqaloqning son tashqi burchagida, xanosim bo'g'im atrofida va katta bosh barmog'imiz sonning tizza bo'g'imining ichki yuzasida ushlab turamiz. Va bolani tekshirgan paytda tashqariga ochish, ya'ni o'sha oyoqni tashqariga ochish, tizzadan xanosim bo'g'imdan va ichkariga bir-biriga birlashtirish, ya'ni abduksiya simptomlari tekshiriladi. Agar shu paytda biz bemorda mana bu yerda sxematik ko'rinishi, shu paytda biz
shilqillash tovushi eshitadigan bo'lsak, bu yerda biz Putin-Marks arterial simptomi musbat yoki pozitiv deb berish mumkin. Bu shilqillash simptomi qanaqa amalga oshadi? Mana, masalan, biz bemor harakat qilib turadigan paytda, adduktsiya berayotgan paytda, adduktsiya, ya'ni tanani boshlangan paytda nima bo'ladi? Boshcha agar chiqib qolgan bo'ladigan bo'lsa, kosachadan, u boshcha kosacha ichiga kirish paytida siqilib boshcha ichiga kiradi. Siqilib boshcha ichiga kirdimi, bu payt ovoz chiqaradi. Endi teskarisiga biz oyoqni tizzadan bir-biriga birlashtirishimiz kerak. Ya'ni bu paytda birlashtirgan paytda boshcha agar chiqishga moyil bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'z joylashgan kosacha chiqadi. Chiqqan paytda siqilib chiqadi. Vaholanki biz siqilib kirgan paytda o'zidan tovush chiqaradi. Tovush chiqqandan biz o'sha plash simptomi musbat degan xulosaga kelamiz. Endi tana muchasining kaltalik simptomi pozitiv. Qanaqa amalga oshiradi? Bemor yotgan holatda chanoq tizza bo'g'inlaridan 90 gradusda yotgan holatda tekshiriladi va oyoq kafti bir xil gorizontal tekisda yotishgan bo'lishi kerak. Agar biz kaltalikni oyoq cho'zgan holat, uzatgan holatda kaltalik ko'ryapmizmi, aynan qaysi segmentdan kaltalik kelayotganligini bemor bolani quyidagi shaklda yotqizib ko'rishimiz mumkin. Bu holatda bemor oyoqi gorizontal holatda bir xil, lekin tizzalarini bolani tekshiradigan bo'lsak, birinchi tizza, chap tizza qaraydigan bo'lsak, ikkinchisiga nisbatan past. Bu degani, qachonki bolada chiqish bo'ladigan bo'lsa, chiqish tomonda oyoq kaltalanadi. Hech qachon chiqish bo'ladigan tomonda oyoq uzaymaydi, chunki osilib qolmaydi. Chunki muskullarning tortish hisobiga o'sha mucha tepaga qarab siljiydi. Shu hisobiga biz kaltalik ko'rishimiz mumkin. Keyingisi bu teri burmalarining nosimetrikligi. Ya'ni nima degani bu? Bemor bolani orqa tomonda yoki old tomondan aylantirib ko'rgan paytda dumbada va sonda paydo bo'lgan burmalarning sonining har xil bo'lishi yoki bo'lmasam har xil balandlikda bo'lishi. Bu holatdan biz gumon qilishimiz mumkinki, bola chanoq sondog'ida qanaqangidir patologiya yoki chiqish yoki dispaziya borligini bilishimiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin orqa tomonda, bu yerda ko'rishimiz mumkin old tomondagi bellarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ikkala chanoq oyoq panjasini tashqariga taslaydi. Ya'ni bemor bola yotgan holatda turibdi, yotgan holatda va bemor oyoq qaraymiz. Agarda normal holatda oyoq kaftini tashqariga burilishi 60-70 bo'lishi mumkin. 90 gradus burchak bo'ladigan bo'lsa. Lekin bu yerda oyoq kaft to'liq gorizontal holatda o'tib qoladi va kaltlashgan bo'ladi. Bu yerda ko'rish mumkinki, bemorning chap tomonida nima bor? Patologiya bor, yoki chiqish bor yoki boshqa holat. Mana bu yerda ter bo'lmarining har xil ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi endi dumbalarning nomutanosib ko'rinishi. Ya'ni kasallangan tomonda katta dumba mushaklarining taranglashganligini ko'rishimiz mumkin. Taranlash hisobiga nima bo'ladi? Bu yerda tortishuv kuzatiladi, ya'ni osish kuzatiladi. Endi biz barcha erta klinik belgilarni ko'rgan bo'ldik. Erta klinik belgilar hisobiga biz bemorni nima qilamiz? Taxminiy tashxis bilan ortoped nazoratiga yuboramiz. Ya'ni bemor tug'ruqxonaga jo'natilgandan keyin o'zini yashash hududida ortoped nazoratiga jo'natadi. Ortoped nima qiladi? Bemorga davolash rejasini tuzib beradi. Endi faraz qilaylik, bemor bola o'sha ortoped nazorati paytida hech qanaqangi muolaja olmagan yoki muolaja juda kech kelgan. Bunda paytda nima qilinadi? Yana qayta tekshiruv amalga oshiriladi. Ya'ni qayta tekshiruv paytida o'sha paytda erta klinik belgi hosil bo'lgan paytdagi klinik 5 ta klinik belgi yana kechki paytdan ko'radi. Faqatgina bittasigina ko'rinmasligi mumkin. Qaysi biri bu? Bu faqatgina shilqillash simptomi. Chunki oyoq allaqachon chiqib bo'lgan tashqariga, chiqib bo'lgan oyoqni biz qayta kirita olmaymiz. Kiritmaganda kirmaydigan boshcha shilqillash tovushini bermaydi. Endi kechki belgi qaysi deyish mumkin? Eng birinchi belgisi bu yurishning boshlanishining kechikishi. Yurish, ya'ni aslida normal holatda bola 18 oylikgacha qadam boshlash kerak. Ya'ni qadam qo'yish kerak. 18 oyligidan oshib ketyapti, lekin bola yurmayapti. Nima deydi? Bu yurishdan kechikish deyiladi. Yo bu markaziy nerv sistemasi hisobiga, yoki bo'lmasa mushak pay sistemasining yaxshi rivojlanmaganligi hisobiga bo'lishi mumkin. Endi yurishning boshlanishi kechikishi bu yerda mushak pay nervga emas, suyaklar sistemasining rivojlanishidan orqada qolishda ham kelib chiqishi mumkin. Endi keyingisi oqsash belgisi. Agarda bemorda chiqish bir tomon bo'ladigan bo'lsa, oqsash belgisi kuzatiladi va bu yerda biz Duchenne arba belgisini ko'rishimiz mumkin.
Ya'ni Duchamp belgisi bemor agar bir tomon oqsaydigan bo'lsa, ikkinchi tomonni stabilligini saqlash uchun, muvozanat saqlash uchun umurt pog'onasini qiyshash hisobiga o'z muvozanatini saqlaydi. Bu Duchamp belgisi. Agarda chiqish ikki tomonlama bo'ladigan bo'lsa, ikki tomon chiqib bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bemor o'rdaksimon yurish bo'ladi. Ya'ni bemor bolani qorni oldinga chiqqan lardoz, giperlardoz deydi va o'rdaksimon yurish belgilarini qiladi. Endi erta kuni biz aytib o'tdik, biza Putin marhamatlarining shiddat belgisi kuzatilmaydi. Boshqa 4 ta belgi kuzatiladi. Ya'ni tashqi rotatsiya, ter bo'lgan nosimetrikligi, kaltalik, tashqariga abduksiyaning chegirlanishi kuzatiladi. Duchenne shassinagi belgilari musbat, katta ko'z rozinator chizig'idan yuqori joylashgan bo'ladi. Schumacher chizig'i knigada tepada o'tgan, Brown burchagining buzilishi, kompensator skoliyoz belgilari bel sohasi lardozning kuchayishi, bu ikki tomonlama va bir tomonlama chiqish belgilari kuzatiladi. Va son suyak bo'shchasining skalp burchagida aniqlanmasligi ham bu kechki simptomlardan biri. Va Trendelenburg belgisi bu yerdan musbat bo'ladi. Ma'ruzamiz juda katta bo'lganligi, material bo'lganligi uchun ma'ruzani davomini keyingi slaydlarimizda namoyish qilamiz. Rahmat.